Mana bugun 2025-yil 12-aprel sanasidamiz. Va ish asos xizmatlarini tavsiya qilamiz. Nech pul tushganini, xarajatlarini hammasini hisoblab yozib, 3400 ming so'mga bugun narsa qilib keldik. Mana bu yerga xudo xolasa va ish bo'ladi to bu yergacha. Buning metrini razmerini aytadigan bo'lsak, 6 ga 4 oldik, 1.2lik stenkasi. Metri 23 ming so'mdan 80 metr olib keldik. Bunisini nima uchun oldik? Tepalariga armaturani o'rniga oldik. Metrini 10 ming so'mdan, 11 ming so'mdan o'sha atrofida oldik. Ish jarayonini qo'yib boramiz. Buni razmerimiz bo'lyapti. 4 metr kesib oldik. 1,5 bunaqasi chiqyapti. 2,5 bunaqasi qolyapti. 2 metr stoyka bo'ladi. Shunda 4 metr bitta stoykaga ketyapti. Buni yana varqlash jarayoni. Buni hech qanday nima qilib kesmadik, 90 gradus qilib, o'zini kesib, bunaqasi varq qilib. Bu tomondan shunday varq qilib mustahkam chem nimaga qaraganda hech joyini kesmay, faqat bolgarkaning izi bilan kesib, bu kiyishtirib, mana bu yerdan bunaqasi qilib kesmasdan ishni o'ziga varq qildik. Chem bunga qaraganda mustahkam bo'ladi.